Ko'ramiz. Bizga burchak zarbasidan amalga oshirsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Yam-yommasin. Xayrli oqshom, kech hammaga. Bugungi futbol bir ajib bo'ldi. Sharh ham juda bir ajib bo'ldi va mana shu sharhni ma'lum bir daqiqasida kutilmagan bir holat ro'y berdi va bir chiroyli bir sarali sinimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu sinimizni ko'rsatsanglar yaxshi edi. Hozir mana otalari va ukalari bilan birgalikda kelishdi meni oldimga. Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar sinimizga biroz qattiqroq ta'sir qildi. Men shu fursatdan foydalanib ularning oilalaridan men chin ko'ngildan abdush uzr so'rayman. Ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsa, chunki o'zimning ham qiz farzandim bor. Va bu holat qanchalik qattiq botganini men sezib bilib turibman. Va sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Iltimos, bunaqa targ'ib qilmanglar bu narsani. Men o'zimni sinim ekanman, tanir ekanman bu insonlarni, bu oilani. Shuning uchun taksto men ham bu oilani zashitasidaman. O'zbekistonning futbolini ko'rmaysizmi? O'zbekistonda futbol bormi? Futbol bormi o'zimizda O'zbekistonda? Hal tashkilotdan O'zbekistonda legenda deydi. Top Fayzullayevda, Alijonovda va gol. Mana O'zbekiston 1-0.